Bütün psixologlarningki haqiqiy psixolog bo'lsa, haqiqiy bir o'qigan professor bo'lsa, uzman bo'lsa, shularningki nimalarni internetda ko'rib yiqing. Lekin chataq yeri internetga shu yoshirin ang debla kirgizsangiz, bilinç altı, bilinç dışı deb kirgizsangiz, butunlay tozalash, muşun kurslari qanday tozalash haqida shundayjiq e'lonlar bor, shundayjiq torbatlar bor, YouTube'da shundayjiq narsalar bor. Nimişki bunchalik kuchayib ketadi? Chunki bu bir bo'shliq. Bu hamma odam intilayotgan, men bir xushal bo'lsam bo'ladi deyotgan bir bo'shliq bo'lganligi uchun hamma odam bunga intilib ketayotgan gap. Halbuki asli yoshirinangni tozalash deb bir gap yo'q. Yoshirinang qanday tozalandi? Biz buni bir angliq tafakkur qilib boqaylik. Ya'ni sizning ichingizga kirib bo'lgan yoki bu bir tomoqqa o'xshash chiktalaydigan bir yo'li yo'q bir yer tursa bu qanday tozalandi? Ya'ni buni bir aqlga sig'maydigan bir mantiqida ham yoshirin ang deb mengimizda bir yer yo'q. Tozalayli desakchi, dori bilan tozalayli, uning bilan tozalayli desak, mengimizda yoshirin ang deb yoshirin ang uchun bir yer yo'q. Yoshirin ang yoki ang qanday shakllandi degancha sezgi a'zolarimiz va badanimizga hormonlarni o'tdik, hormonlarimiz va mengimizning ish faoliyati hammasining birlashgan bir aralashma bir faoliyatidan chiqayotgan bir uqum. Faqat bir uqum bu yoshirin ang. Buning badanda ya yurakda ya mengida ya u yerda bu yerda buning bir o'rni yo'q. Tozalayli desak, agar bunda tozlig'imiz bo'lsa, butun badanimizni tozalayli unda olsa, butun badanimizgacha bütün bedenimizden kilovatkan signallar, çünkü bu yoshirinangdagi signal olsun, ingimizdagi payda hazırki elip berayotgan sözlerimiz, tefekkürlerimiz olsun, bunda olganki bütün bedenimizni tozalasak bo'ldi. Asli bunda bir gap yo'q. Bek tozlig'ingiz kelib ketgan bo'lsa, bek qig'ingiz kelib ketgan bo'lsa, yoshirin ingingizdagi yoki hozirki ang altingizdagi bo'lsin, yoki yoshirin ingingizdagi siz bayqagan tuyg'ularingizni qabul qiling. Shuning o'zini amaliyotda nurg'un kishilar tozalash deb chiqaryotadi. Unda deb chiqargan bo'lsa, ya'ni qabul qilish maqsadida chiqargan bo'lsa mayli, lekin tozalash deb turib chataq yeri nurg'un narsalarni singdiryotadi-ku yoshirinangga. Inshaalloh kelasi soatlik darslarimizda gipnoz, meditasyon degandek nurg'un masalalar ustida to'xtalamiz. So'zlasam meni bek kuchayib ketman. Bu darsni tayyorlashtirasam bek qiynaldim. Oldingi soat darsi olsun, bu soat darsi olsun bek qiynaldim, chunki o qalaymiqan uchurlar, qalaymiqan narsalar bekcha o'tirib chiqib ketganligi uchun ko'pchilikqa qanday tushuntirish, qanday osonlashtirish haqida bek o'ylandim. Hafta katta hatto necha kunlab kechalardan tortib shunda o'ylanib qolib ketdim. Hamda yoshirin yangimizga tuyg'ularimizni qabul qilish uchun takrorlangan uchurlardan foydalansak bo'ldi. Ya'ni masalan ballarni o'ylab boqaylik. Ballar bir qatam bilan sizning degan gapingizni anglamasligi mumkin. Chunki ular dedi-ku, angliq tafakkur oz bo'ldi. Shundoq bu ballarga bir narsani singdirishimiz uchun takror shu uchurni berishimiz kerak. Ya'ni kishilar foydalanayotgan kishilar shuni qilyotadi. Hamda o'zimiz shuni qilmoqchi bo'lsak, takror shu uchurni o'zimiz berish kerak. Ya ballarga berishimiz kerak. Takror shu yaxshi uchurni bersak, yoshirin yangimizga singdi va biz bu ishni amaliyatimizda qila oladigan bo'lamiz. Masalan, achchiqlanmaslik. Qattiq ballarımızga achchiqlaydigan, vaqiraydigan ish topib kelsak, masalan, biz oldingi soatda o'tdik, vaqamay u bu deganga qaraganda men silliq muomala qilay, men mundaq qilay, men mundaq ishlarni qilay deb qilmoqchi bo'lgan ishlarimizni o'tirg'i chiqarish orqali, qilmoqchi bo'lgan ishlarimizni o'zimiz bildirish va takrorlash orqali, qayta takrorlash orqali bu tuyg'ularimizni o'zimiz qabul qilsak bo'ldi. Andın tuyuqsiz hayron qilish, tuyuqsiz hayajonlanib ketishmi, yoshirinangdagi ba'zi tuyg'ularni o'zgartiradi. Ya'ni butunlay uchayguchdak ujamaydi, lekin o'zgartiradi. Ya'ni siz masalanga shu nurg'un odamlar o'zining hidoyat tepish jarayonini tuyuqsizlan ba'zilar tuyuqsizlan bir kun shunda bir narsani ko'rdim, ya bir kitobni o'qidim, chetlarnikini ko'rsak, chaqiraq shunda o'ylaymiz. Bir kitobni o'qidim yoki bir kishining yog'liq chekib ketayotgan holatini ko'rdim, ya bir kishining namoz o'qiyotganligini ko'rib, tuyuqsiz shunday hayajonga cho'kdim va shu vaqtlardan boshlab qalbim shundoq yumshab islomga qaradi degan shunday xabarlarni ko'ramiz. Ham shularda shu yoshirin bir tuyuqsiz bir nimaga uchirganda, zarbiga uchirgan yoki bo'lmasa bir yaxshilik nimaga uchirgan, chaqmoqcha qilgan degandek, mushulardimi yoshirinangda o'zgarish bo'ldi.
Yani özgürüş bo'lishi ya butunlay silinib, butunlay juyilib ketadi degan gap emas. Ya'ni bu tuyg'umi, bu ishmi qolib qoldi, butunlay juyilmaydi. Faqat shu ishni qayta o'ylagan vaqtimizda, masalan, kichik vaqtimizga nurg'un voqealarni biz yuvmoqchi bo'lamiz. Endi bu nurg'un, bu deb kelsam gap bakchiq. Ya'ni bu nurg'un darslar, kichik vaqtingizdagi ish sizga anda ta'sir qilgan, manda ta'sir qilgan, sizni hozirgacha sizni o'ng qildi, so'l qildi deb buni bek kuchayib ketdi. Bu faqatla pul maqsadida o'tirib chiqilgan darslarda bek kuchaydi. Chunki buni nurg'un odamning kichik vaqtida bo'lib, nurg'un bizning davrimizdagi bizning burunqilarning davridagi nurg'unlar kichik vaqtdagi jiq ishlari ota-onalarimizning bilmasligi, atrofimizdagilarning bilmasligi sababli nurg'un jiq azorlar yegan biz. To'g'ri. Shuningdan foydalandi nurg'un odamlar. Sen shundoq azorlarni yegan, shunlar qilsa hozir bunda bo'lib qolgan, unda bo'lib qolgan degandek. Bir odamning hozir bunda bo'lib qolishi, shu vaqtda shunda azor yegan bo'lish sababli bo'lib ketishi notayin. Ya'ni 100% unda bo'lib ketmaydi. İnşallah keyin kishilik darslarimiz so'zlaymiz. Shu kishilikning qanday shakllanib, buni 10% mandaq, 10% mandaq degan nurg'un omillar bor. Shu vaqtga shu zarbaninki hozirga nisbatan 100% ziyin olib ketishi notayin. Unchalik usti turib oladigan darslarni ko'rsangiz, shuncha kichik vaqtdagi zahmining, kichik vaqtdagi azorning, hattoki menda shunda so'rg'anlar bor. Men mush bolamni kichik vaqtdan manda da qo'yib kelmam, cho'ng bo'lgancha manda ta'sir bo'larmidi? Unchalik bo'lib ketmaydi, aziz qarindoshlarim. Ya'ni siz unda bekansirab kelsangiz, uningga tekrar yaxshi uchur singdiring unda. Tekrar yaxshi uchur singdiring. Endi restart to'xtab boshlash knopkasi, nurg'un elektr narsalarda bo'lsin, kompyuterda bo'lsin, kichikgina elektronlik narsalarda bo'lsin, kichik bosadigan bir tugma bor. Mundaq bir jig'na bilan sanchib olsangiz qaytadan qo'zg'aldi. Bu qanday knopka? Ya'ni burunqi qilingan ishlar bir qadar nim bo'lib, o'ngshilib qaytadan bir boshlash knopkasi. Buningda insonlarning shunday bir knopkasi bo'lsa, kashki burunqi narsalar butun juyilib, yangidan boshlansa, lekin amaliyotda undaq bo'lmaydi. Aslida burunqi shu tuyg'ularningki, burunqi shu kechirmishlarning, burunqi shu narsalarningki bizga asli foydasi bor. Chunki hozirga nisbatanki tuyg'ularimizningki joyida bo'lishi, normal bo'lishi uchun burunmi bizda bir tuyg'u bo'lgan bo'lishi kerak. Ya'ni siz bir narsani ichib beqib, bir choyni ichib beqib, bu choy ajab mizlikka, tatliqga deyishingiz uchun bundan burun bir tetimaydigan bir narsani ichib boqqan, yo bektetib ketgan bir narsani ichib boqqan bir ta'sirotingiz bo'lsa, buningga bo'lgan ta'sirotingiz texmi yaxshi bo'ldi. Chunki yoshirinangda tadqiqot qarilishicha yoshirinang bekerak selishtirishga bordi-chu, selishtirishni yaxshi ko'rdi. Ya'ni kishilar yoshirinangda bilib bilmay o'zini boshqalar bilan selishtirdi, bilib bilmay qilayotgan ishini yaratgan narsani degandek selishtirdi. Bekerak selishtirishga bordi. Kashki yoshda bir knopka bo'lsa, biz bu narsalarni biroqla unutib ketsak, lekin unutib ketishning naqadar azobligini xotirasi butunlay yo'q, xotirasini yo'qotgan odamdan so'rab beqing. Shunga siz xotiramni yo'qotman yoki xotiramni butunlay juyman deganda turib qolmay, shu vaqtga tuyg'ularingizni qabul qilsangizlar. Ha bo'ldi, shu vaqtda shunday bir ishlar o'tdi. Men buni qabul qilay. Qanday qilman? Amal yo'q. Ota-onam shu chaqda bilmay qilib tikandiq. Men bilmaymi shunda qilib sap tikanman. Allohga tövbe qilay deb buni qabul qilsak, amaliyot bir mazgil qabul qilish, takrar qabul qilish orqali biz bu holatdan chiqib keta olamiz asli. Ananki shu holatning o'zida turib olmasdik. Oldingi soatlik darsimizda o'tdik. Ya'ni kompyuter yesang bo'lmaydi deganga qaraganda, alma yapa qamsan, kitob o'qib boqamsan deyish bekerak yaxshi kichik bola. Shuningga o'xshash bizmi shu? Uni o'ylama, u vaqtga u ishni o'ylama. Kichik vaqtdagi u seni urg'anligini o'ylama. Seni urg'anligini o'ylamada rasingizmi yana o'ylayversiz. Undan boshqa narsa o'ylang. Uni yeningizga qo'yib qo'ying. Amal yo'q. Endi u uyingizningki chiqib bo'lmaydigan bir temi. Shundoq o'ylang, kichik vaqtingizdagi asoratlar bo'lsin, ba'zi bir ish unutilib ketadigan narsalar. Uyingizga chiqilg'il bo'lmaydigan bir tam, u tamni chaqil bo'lmaydi, lekin u tamni chiroyli sirlay olasiz, ustiga suratlarni asa olasiz, uyingizga bir zinnat qila olasiz. Ya'ni shu yerga qo'yib qo'ying bo'ldi. Uni shuni qabul qilsangiz bo'ldi. Bo'ldi, bu tamni chaqolmayman, men qabul qilay desangiz bo'ldi. Bugungi darsimizda biz yoshirin ongninki, kishilarning yoshirin ongni foydalanib hozir
Mayli balalarımızga olsun, mayli bizga olsun, qanchalik darajada ziyankeşlik qilib ketayotganligi va buni qanday yaxshi foydalanishimiz kerakligi va yoshirin ingimizni yuyishning qat'iy mumkin bo'lmaydigan bir ish ekanligi va yoshirin ingimizdagi shu bo'lib o'tgan ba'zi bir tuyg'ularimizni qanday qabul qilish kerakligimizni, qanday qabul qila oladiganligimizni so'zlab o'tdik. Undan ko'pchilikka rahmat. Hammalar o'zinglarni asranglar. Allohga omonat.